videoda biz dahshatli Darknet saytiga kirib, yana o'sha qotil klonlarni chaqirib ko'ramiz. Va esingizda bo'lsa, bundan oldingi qismda biz birinchi qotil klonni chaqirgan va u klon bizga chemadonni tashlab ketgan. Va ana endi bu videoda esa biz yana bir qotil klonni chaqirib, o'zi nimaga qotil klonni borligini va Sardorni qayoqqa o'g'irlab ketishganini aniqlamoqchimiz. Yo'q, buni qilishma. Darknet 3-qism. Klonlar haqiqati.